Voy, nimaga like bosmayapsizlar? Bosinglar, like. Donatorlar qattasizlar. Voy, Nuriddin aka qattasiz, yordam bermaysizmi? Onasi qornim ochib ketdi, ovqat qilmadingmi? Hozir TikTokda battle o'ynayapman. Jim turing, yutqazaman. Bunga bir og'iz gapirib qo'ygin. Kechasi begona erkaklar nomini aytib baqir-chaqir qo'y. Xatga qarab olsam, o'g'lim. Ada siz e'tibor qilmang. Battle o'ynab pul topyapti TikTokdan. Nima qilasiz? Yoshlarni shikarlashib. Voy, Bekzod aka, rahmat. She'r tashladingiz, zo'r, rahmat. Akajon, rahmat. Sekinroq o'ynang. Uyqum buzardi-yu. Tungi 2 bo'ldi soat. Yotib uxlasang bo'lmaydimi? Ha, o'rta tuzumsan? Ha, o'rtoq yaxshimisan? Bolalar bilan tog'da kayf qilib o'tiruvdik. Telegramga bitta qarab o'rgan, lakas tashlab o'rganman. TikToker xotiningni chiqazor, pulini berib olib qolamiz biz, taksiga o'tib o'rtay. Nima deganing bu? O'g'il bolani asabiylashasan, baribir TikTokda qanaqadir shartlar bajarib pul ishlayaptimi, she'r tashlang, bu yoq qilingda. O'sha she'rni pulini xotiningni o'ziga berib qo'ya qolingda, bizlarni shartlarni qilib qo'ya qolsin, o'rtoq. O'zing eplamagandan keyin yana kimdir eplab ketmasin dog'anda. Og'zingga qarab gapir. O'g'illar bilan eplab yuramiz, mana shu shartlarimizni qilib, pul ishlab yuramiz. Uzunmi bu? Menga qaranglar, yaqinlar mana shunaqa iflos erkaklar ko'payib ketdi, anta xotini TikTokka o'tkazib qo'yib, battle o'ynatayotgan. Mana shu videoni tarqatib qo'yinglar, shunaqa erkaklarga yetib borsa, aka-uka singillarga.